Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlar hayotiga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Mangil Chekra. 25 may tushdan keyin Yaponiyada ziyorat bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonim Tokiodagi axborot e'lon qilish markazida Uyg'ur masalasi bo'yicha bayonot e'lon qildi. Mazkur axborot e'lon qilish yig'iniga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan muxbirlar ham jurnalistlar qatnashdi. Rabiya Qodir xonim bayonotida nuqtali holda Uyg'ur musofirlar masalasini anglatdi hamda Yaponiyada ichilayotgan taraqqiy topgan 7 davlat boshliqlari yig'inida bu masalaning o'tirg'a qo'yilishini umid qiladiganligini bildirdi. Şunun bilan birga yana Xi Jinping hokimiyatining Uyg'ur elida yurgizayotgan yuqori bisimli siyosatlarini qattiq tanqid qildi. Martin Analiz Fondi ve başka bir kısım xalqarалық təşkilatlar İlham Toxtu'nun bu yıllık Martin Analiz mükafatıga ahırkı 3 namzatının biri sübtide körüstülgenligiga inkas qaytırdı. Martin Analiz Fondi'nin direktori Michael Hambatta bilen Xalqara Kechirim Təşkilatı Xitay biliminin müdiri Sofia Richardson hanım bu vaqt fikir bayan qildi. Ular birdek gerçi İlham Toxtu Xitay türmüsüge ömürlük qamalgan bolsumu, lekin dünya hiç qaçan onu unutmaydı. Dünya İlham Toxtu bilen billa dedi. Martin Analiz Fondi'nin başqurishidagi Martin Analiz mukofoti 1993-yili Shveysariyada ta'sis qilingan bo'lib, kishilar uni xalqarodagi inson haqlari faoliyatlarining Nobel mukofoti deb ta'riflaydi ekan. Yaqında Xitoy hukumat taratqullari xabar berib, butun Xitoy miqyosidan 11853 nafar o'qituvchi taklif qilib, ularni Uyg'ur avtonom rayonidagi asosiy ma'rif sistemasiga o'rinlashtirganligini bildirgan. Egallanishicha, ularning ko'p qismi Uyg'ur elining janubidagi viloyat va noyalarga saplanadi ekan. Ma'rif nazoratining bildirishicha, ularning 70% janubdagi yezi bozor va kentlardagi maktablarga va'tildi ekan. Kuzatuvchilar bu doiralarning Uyg'ur o'qituvchilarini asosan ma'rif sepidan siqib chiqarib, Xitoycha yakka tillik ma'rifning umumlashishini tezlatish tadbiridir deb qaramoqda. Uyg'ur muhacirlarının Avrupa elleriga ko'chman bo'lib kelishi va ularning o'z oldiga jamoat bo'lib shakllanish tarixi yarim asrdan ko'proq bir jarayonni boshdan o'tkazdi. Bu jarayonda ular jafoliq izlanishlar orqali o'zlari yerlashgan ikkinchi vatanda egilik tiklashning qimmatli tajribalarini maydonga keltirdi. Bugungi kunda Germaniyaning Myunxen va Frankfurt, Fransiyaning Parij, Gollandiyaning Amsterdam va Rotterdam, shundaqla Shvetsiyaning Stockholm shaharlarida Uyg'ur restoranlari bilan turli do'konlar paydo bo'lmoqda. Uyg'ur korxonachilarining Yevropa ellerida ko'rsatgan tirishchanliklari va bu vaqtdagi bayonlari Uyg'urlarning g'arb dunyosidagi egilik tiklash ro'yini namoyon qilmoqda. Shvetsiyadagi Sharq Turkiston tashviqot markazi Kuchan noyisining Alqog'i yezisida o'tirishliq mal doktori Mehmet Ibrohimning turmada o'lganligi haqida tunji qitim xabar tarqatgan edi. Halbuki Alqog'i yeziliq saqchixonaning xodimlari bu haqda ma'lumot berishdan o'zini qochirdi. Ammo radiomiz ziyoratini qabul qilgan Alqog'i yezisining Qanas, Qitat kentlaridagi 2 nafar mahalli boshlig'i Mehmet Ibrohimning turmada o'lganligini dalilladi. Ular yana turmada o'lgan Mehmet Ibrohimning ayoli va bolalari borligini, ota-onasining texi hayot ekanligini bildirdi. Qirg'iziston sudi 2000-yili Asqar To'xti, Behram Ahmed qatarlıq 2 Uyg'urni o'z ichiga olgan 4 nafar gumondorga o'lim jazosi, Ali Masum ismli yana bir Uyg'urga 20 yillik qamoq jazosi hukm qilgan edi. Qirg'iziston sudi ayni vaqtda bu deloni 1998-yili o'sh shahrida yuz bergan avtobus portlash voqeasiga bog'lagan. Halbuki ayni chaqda Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati yuqorqi 3 nafar Uyg'urning avtobus portlash voqeasi bilan munosabati yo'qligini bildirgan edi. 2007-yili o'lim jazosi muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartirilgan mahbus Behram Ahmed turma hayoti 18-yilga qadam qo'ygan bugungi kunida o'zining nohaq sotlanganligini bildirgan. Qirg'izistondagi ittifoq jamiyatining sobiq boshlig'i Dilmurod Akbar bilan advokat Mavluda Jalolova mazkur delo haqida fikr bayon qildi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Rahmat sizlarga. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.